Assalomu alaykum hammaga. Cobalt mashinasiga bilet chiqargandik $190 ga. Buni yaxshisini $160 emas, bu $190 yomg'irda yoritib berishi. Mana hozir yomg'ir bo'lib turibdi. Yomg'irda mana palasani yaxshilab ahamiyat qilamiz. Qani olib beryapti. Narigi izdanaga baho beramiz. Narigi qizil izdanaga mana ko'taramiz. Qizil izdanagacha olib beryapti. Bu degani juda ham kuchli degani. Dalnisini yoqib ko'rsataman. Dalnisi ham juda ham yaxshi qoladi. Xullas $190 ga arziydi bu. Mana. Dalnisini yoqib ko'ramiz hozir. Dalnisi tepaga qarab uradi. Biroq ko'ziga urmaydi. Gay tomonlama hech qanaqa muammo bo'lmaydigan bilet xuddi mana shu bo'ladi. Bemalol dastavka qildirsalaringiz bo'ladi. Uzoq olib berishlari juda ham kuchli. Palasolama turadi. Bilet degani shunaqa bo'ladi. Qana suv kirib qolmaydi. Sifatiga 2 yil garantiya beriladi. Optikalari oqarib ketmaydi, sarg'ayib ketmaydi, qanaqa muammo bo'lmaydi. Qasdan o'g'ir qoldirib qo'yaman, bemalol telefon qilaverishlaringiz bo'ladi. Surxondaryo Termizga dastavkalarimizdan chiqib ketyapti. Yorug'likni ko'rsating degan olmashlarimiz uchun mana yorug'ligi xuddi mana shunaqa bo'ladi. Endi ko'cha yomg'ir bo'lganligi uchun uncha to'liq ko'rinmayapti, lekin mana palasidan ahamiyat qo'ysak bo'ladi. Mana palasadan ichi zir bo'lib turibdi, narigi domlarga ham bemalol yorug' qilyapti. Ob'em juda ham katta. Pastga nomer qoldirib qo'yaman, bemalol telefon qilib zakaz qildirsalaringiz bo'ladi. Ustanovka xizmatlarimiz ham bor. E'tibor uchun hammaga rahmat.